Assalomu alaykum, hoji ona, hoji otalarimiz, musofirda yurgan akalarimiz. Videoda oxirigacha ko'rasizlar degan umiddaman. Ko'ryapsiz, Tunikafon haqiqatan boshqacha bitgan. Ko'rib turibsiz, menga yoqdi. Kommentariyaga fikrlaringizni qoldirib ketinglar. Sizlarga yoqadi degan umiddaman. Yoqadi ham. Qaylar hozir 2026-yilga nechta pulga to'xtaydi Tunikafonimiz. Hozir to'liq ma'lumotini Arslon akamdan olamiz. Assalomu alaykum aka. Siz aka charchamayapsizmi? Aka haqiqatan ishlaydi. Menga yoqdi aka. Shunga hoji onalarimiz, hoji otalarimiz, undan tashqari musofirda yurgan akalarimizga to'liq ma'lumotini berib yuborasiz degan umiddaman aka. Bo'ldi aka, o'zi musofirda akalarimizga ko'proq bu xizmatimizni qulaylik qilib yaratganmiz. Xo'p, hamma rasxod o'zimizdan bo'lgan holatda 1 kvadrat metrini Tunikafonda kvadratiga 140 ming so'mdan hamma yo'g'ini o'zimiz olib kelamiz aka. Hamma yo'q aka, samarasi, hamma rasxodni, hojoni, hojotani umuman bezovta qilmagan holatda hamma rasxodini o'zimiz olib kelamiz. Qo'shimcha mana bunaqangi plafonlarni ham qo'yib bering desa, uni ham olib kelib, magazinda nech pul bo'lsa, magazinda narxini beradi, bo'ldi. Qolgan hamma yo'g'ini biz o'zimiz chiroyli holatda bitirib, ishlarni go'zal qilib beramiz. Lesalaring ham o'zlaringdan bo'ladi aka. Lesa, reyka, samarez, usta xizmati, yo'l kirasi, bitta samarez etmay qolsa ham biz o'zimiz olib kelib, hamma yo'g'ini o'zimiz bitirib beramiz. Aytganimdek, hojoni, hojotani umuman bezovta qilmasdan hormaga deb bersa bo'ldi ekanda. Shu bo'ldi. Bizga bir mahal obed beradi, masalan, masofa biz o'zimiz Andijon viloyati Asaka shahridamiz. Radiusimizdan 30 kilometrgacha bo'lgan joylarda qatnov bilan ishlayveramiz. Radiusimizdan uzoqroq bo'lgan joylarda yotoq qilib beriladi. Yotoq bilan pitaniyasini qilib beradi. Qolgan hamma ishini biz go'zal holatda qilib bitirib beramiz. Bizni Fazli Tunikafon jamoamizda bir 25-30 tacha odamimiz bor. Qo'shimcha brigadalarimiz ko'p. Bemalol tez holatda ishlarni ham bitirib beradi. O'zbekiston bo'yicha borib xizmat ko'rsataverasizlarmi ishlar? O'zbekiston bo'yicha Toshkent, Andijon, Namangan. Biz hozircha faqat vodiy bo'ylab ishlayapmiz. Vodiydan tashqarida Andijon Tunikafon sherigimiz bor, Shohruxbek. O'sha jamoamiz, biz katta o'zi asli katta jamoamiz, sherigim men o'zim Fazli Tunikafon jamoasiman. Yana bittasi Shohruxbek. Garantiyasi qancha aka? Garantiyasi, hop, 10 yildan 15 yilgacha biz Samarqand tunikasini ishlatamiz. 10 yildan 15 yilgacha rangi o'chib, chirib, boshqa narsa bo'lmasligi uchun zavod tomonlama garantiya beriladi, plombalari bilan keladi tunikalarimiz. Biz o'zimiz servis xizmatiga javob beramiz, ishimizni mo'shnay qilib, o'zimizni qayta kelib ovora bo'lmasligi uchun ishimizni cho'tki qilib beramiz. Haqiqatan aka, bundan boshqacha fasonlari ham bor. Dizayn fason aka juda ham ko'p. Juda ham ko'p. Xohlaganlaringizni qilib berishadi. Bizga Telegram nomerimiz, hamma ekranda qolgizamizda, bizga o'sha ekranimizda nomerlarga chiqadigan bo'lsa, aloqaga chiqsa, biz kataloglarimizni polностью tashlab beramiz. Xonadoniga o'zimiz borib, yetib bor, o'lchashlarimiz bekorga akalar, o'lchashlarimiz bekorga, o'lchab hisob kitoblarni chiqarib, kelishib olsak qilib beramiz. Kelisha olmasak, umuman hijolatchilik joyi yo'q. Inshaalloh behijolat telefon qilib aloqaga chiqaverasiz. Hozir aka masjidda necha kvadrat bo'ldi aka hozir? Xo'p, mana shu xonadonimiz umumiy 269 kvadrat hisoblab berganmiz, plus minusiga 41 million so'mga dogovor qilganmiz. Endi mana chekasida milliy gullari bilan dogovor qilingan. Butuniga xonadon egasi bilan 41 million so'mga butuniga dogovor qilib turib, ishimiz mana bitdi. Xonadon egasiga yoqdi, hamma yo'g'ini ko'rsatganimizdan keyin oshib qolgan tunikalarimizni ham shunday vazrat qilib, ketgan rasxod hisoblab turib 1 million 800 ming so'm yana qaytarib berdik. Xonadon egasi juda xursand bo'ldi. Zo'r-ku aka, ham boshda sizlar barakani qabul qiling, to'g'rimi? 41 millionga butuniga baraka qilganmiz. Biz endi qilgan ishimiz o'ziga pulni olsak, biz o'zimizni xizmatimizga yarasha pulni olgan bo'lamiz. Bu qolgan narsa shu barakadan. Hozir ham razrat bo'lib 1 million 800 ming pul qaytdi. 1 million 800 ming so'm qaytib berdik. Shu holatda qo'shilib qolganda olmasdik. Haqiqatan zo'r aka, malades aka. Men sizga haqiqatan qo'l qo'ldan haqiqatan ishlari ham zo'r chiqqan. Kimga xuddi shunaqa aytdim videoda boshida, hozirona, hozir otalarimiz, undan tashqari musofirda yurgan akalarimizga xuddi shunaqa Tunikafonda qildirsalar ham bo'laveradi. Akamizni ko'ryapsiz, bemalol aloqaga chiqasizlar. Vodiy bo'yicha ko'ryapsiz, undan tashqari mana o'zini lesalari deyaptilar. Undan tashqari mana shu labolari billa. Shuni o'sha 140 ming ichida samarez, reyka, peyka hamma yo'g'i bilan deyapti. Faqatgina shu hojoni, hoji otalarimiz, undan tashqari musofirda akalarimiz hormen deb bersalar ham bo'ldi deyapti. Pastda egalar nomerini qoldiraman. Sirazi aloqaga chiqarsa do'stlar, videoga bitta like bosib qo'yinglar, obuna bo'lib qo'yinglar. Mana shu videoda xuddi shunaqa Tunikafon oqtarib yurgan do'stlarga tashlab qo'yinglar. Arslon aka, kattakon rahmat aka. Sog' bo'linglar. Sog' bo'linglar.